Hurmatli kuzatuvchilarimiz, hammaga assalomu alaykum. Bog'ot avtomarketdan 86 million 2015-yil Beli Jemchug, ya'ni Molochniy Svetdagi Gentramizni sizlarga ko'rsatib o'taman. Mashina 200 ming yurgan, metan gazlari qo'yilgan, kraskasi, oldi kapotining yuzunda kraskasi bor, ichlaridan o'tmagan, usitlar o'ynamagan, krellarida ham yo'q. Faqatgina kapotining yuzunda bor. Bemalol Libo ustadan kelib tekshirtirib olasizlar. Salon holatlari yaxshi holatda, döşalib turibdi. Chexol poliklari gizilgan, mashinaning motor hadoylarida ishlari yo'q. Arkalarning o'rtasi to'plari daqilgan. Tan narxi 86 million. Avtokreditda 25 million so'm bilan chiqarib beramiz. 3 yil 3 million 400 ming so'mdan oylik to'lovi chiqadi. Qiziqqanlar video ostidagi nomerlar bilan bog'lanib, Bog'ot avtomarketga kelaverasizlar. Boshqa turdagi mashinalarimiz ham bor. Görsəngizdə bo'ladi. Agar o'zlaringizda ham shunga o'xshagan sotiladigan mashinalar bo'ladigan bo'lsa, bizlarga olib kelinglar, chiroyli narxlarda sotib beramiz.